Mana ko'zidan boshlay qolaylik. Mana bunday qilamiz-da. Ishlaymiz. Mana holatda nima? Qoshini qo'yamiz. Ana endi nima bizda? Mana burnini qo'yamiz, ha? Qilamiz. Bu nimasi? Og'iz tilla. Soqoli mana bu esa nimasi? Labimi og'iz bo'ladi. Mana bunday qo'yamiz buni. Ana endi mana buni. Mana. Soch, ha? Bu-chi? Soqoli. Soqoli. Mana siz tartibini ko'ryapsizmi? Mana qiziqarli bo'lyapti-mi? Hammaga qiziqarli bo'lyaptimi? Bunday qilamiz-da. Bosh kiyimini ishlaymiz, ha? Mana bosh kiyim. Mana endi bunday olamiz. Mana bu holatda mana. Mana qalpoqchasini bunday qilib qo'yamiz, chiroyli xarakter bo'ladi. Mana. Yoqasi. Mana. Mana. Mana bu holatda mana bu. Mana. Mana endi bizda nima? Mana endi qo'li bor, ha? Mana. Mana bunday qilamiz. Keyingi qo'lini ham mana bu holatda ishlaymiz. Mana. Mana bunday bo'ladi. Endi nimasi qoldi bizda? Oyoq. Oyoq qoldi. Oyog'ini ham shu tartibda mana. Mana shu markazda simmetrik holatda ishlaymiz buni. Mana ko'ryapsizmi? Teng bo'lishi kerak oyoq. Tushunarlimi? Keyin mana bu yoy shaklda olamiz buni. Yoy shaklda olamiz. Endi tushirasiz buni. Bizda natijada nima hosil bo'ldi? Oyoq kiyim hosil bo'ldi. Mana. Mana. Mana ko'rdingizmi qorboboni? Mana endi nima qilasiz? Siz ham xuddi shunday chizib, shu tartibda bajarib, buni chiroyli qilib bo'yaysiz.